Yangi kelgan zakazlar. Sanbay meni o'g'rili yuzlar uchun penkasdan keldi. 100 ml bu. O'z narxi esimdan chiqib qoldi. Ekladoni ko'z kremlari ko'p emas, 5-6 ta kelgan. Purito BB kremlari. Yaxshi BB kremlardan yog'li yuzga ham, normal yuzga ham yaxshi tushadi. 21 bilan 23 bug'doy ranglarga, 21 sal ochroq bug'doy ranglarga. Ko'z krem Dalbani 3 ta ko'z krem, 3 ta dona kelgan, xolos 3 ta qopda. Buni o'zim ishlatganman, yaxshi oziqlantiradi ko'z atrofini. Yana Meriket skitkada kremidan keldi, 170 mingdan, 100 ml krem, vitamin C. Zo'r krem kelgan. Rona CC kremlari keldi. CC krem BB kremdan ham yengil bo'ladi, oq rangda bo'ladi, teringizga moslashadi. Yuzda borligi bilinmaydi. 150 ming bu. Chemish gidrofilniy balzam keldi bundan. Kelgan. Medipil retinol kollagen tonerdan so'rashganda bundan keldi. 160 ming bo'lishi kerak. Kalsiylar keldi, amerikanskiy, Koreya uchun chiqarilgan, Nutrida degan brendga 60 ta kapsula bo'ladi ichida. Tez-tez ko'rsatib o'taman, hamma narxlarni kelgan so'rasalar ham bo'ladi yoki Telegram kanalda, opisaniyada va birinchi kommentariyada qoldiraman. Shu yerga kirib, ko'k yozuvni bossalaring, ko'k yozuv bo'ladi, o'sha silka deyiladi. Shu bizga Telegram kanalimizga tushamiz. Qayerdan zakaz qilishni bilmayman, qanday sizlar bilan bog'lansak bo'ladi deganlarga bu shunaqa javob. Dalbani bilasizlar, bu Dalba eng qimmat SPFlardan biri, qimmat yuradi Koreyani o'zida ham. Koreyslar o'zi yaxshi ko'radigan eng zo'r SPFlardan biri. 400 minglar atrofida turadi Koreyani o'zida. Hozir skidkaga tushgan. Shuning uchun 250 ming narxi. Mana bu Romont tenglar rosa ham zo'r teng. Buni hozir rangini ochib o'tirmayman. Hozir yuklab qo'yaman yana Telegram kanalimga qaytadan. Вообще kelinlarga ham zo'r teng, kundalik hayotga ham zo'r teng, blesklari ham bor. Keyin qo'yib qo'yaman. Ekladon SPF kremlari, professional SPF kremlardan keldi. Lekin baribir bizda narxi yaxshi. 280 mingdan, Cosrx AHBH toner 150 mingdan o'g'rilarga qarshi yaxshi davo beradi. Mana bu zo'r SPFlarimizdan ham keldi. Tukul Foskul, rosa ham ko'p sotamiz shuni. 20 ta bor edi, 20 ta tugab yana zakaz qildim, 11 ta xolos. Keyin yangiliklardan mana bunaqa oq yuni ajinlarga qarshi va himoya qavati buzilgan, shunaqa yuzlar bor-ku, sanarsaga qizaradigan, shunaqalarga krem keldi. Mana keramid boosting krem. Rosa ham zo'r krem, bu 30 ml bo'ladi, o'zi kattasi shu. Bunaqa kremlar 30 ml dan bo'ladi, 50 bo'lmaydi. Buni narxi bilan endi qo'yaman. Narxi lekin yaxshi bu brend uchun, bu chunki lyuksoviy brend hisoblanadi. Vitamin C sivırtka ko'zda bahani stabilniy formada. Ertalab kech paytida ishlatsa bo'ladi. Azelayinovaya kislota, sezuvchan, qizaruvchan va akne, o'g'riga moyilligi bor sezuvchan yuzlar uchun yaxshi narsa. Keyin o'g'rini qo'ygan dog'larni ham sekin-sekin o'chartirib beradi. Yana mana oqartiruvchi o'xuy peelinglarimizdan keldi, 130 mingdan. O'xuy ham lyuksoviy brend. O'zi ikkalasi bitta brend. Mana shuni nimasi peelingi haftada bir marta ishlatadi. Shebater kremlari 145 mingdan. Bular 160 ming, hattoki 180 mingdan bo'lgan. Hozir zo'r narxda kelyapti. Bunisi ba'zi qilib ishlatsangiz bo'ladi. Yog'li kombinirованный yuzlarga buni bunaqa sovunlarimizdan, parfyum sovunlarimizdan hidi zo'r, maza qilib ishlatasizlar, gelda dusha qilib. James Lotion'da SPF 100 mingdan, bu sprey yuzingizga sepib olasiz. 20-25 cm uzoqligida yuzdan sepiladi. Keyin bemalol ko'chada yursangiz, agar oftobda ko'p yurib qolsangiz, makiyaj ustidan ham sepsangiz bo'ladi 100 mingdan. Grammi ham ko'p, 200 bo'lishi kerak. Mana bu nima bu? SPF sezuvchan, quruq yuzlar uchun zo'r SPF, yengil turadi yuzga, borligi ham bilinmaydi. Keyin yana zo'r narsalardan qaranglar. O'sha tugadi desam ham bo'laveradi. Hammasi sotilib ketdi. Hali video qilib ulgurmasimdan yana keladi. Haytdan keyin Axis'da dog'larga qarshi nabori
naborini o'z upakovkasini qanaqa maroqli ochish bunaqa narsasi bor. Keyin mana bu yerda ugri va ugrilarga qarshi oqartiradigan sivırtka. Mana bu ko'z krem, hammaga tushadigan kollagenli, rolikli ko'z serum krem. Bunisi esa kremi, yengil krem. Bu qanaqa kombinirованный. Keramidi ham bor, centellasi bor, alfa-arbutin. Bu kombinirованный yog'lik. Misol uchun quruq yuzlarga ham agar ugri tushsa ishlatsa bo'ladi. Ugri va ugrida qolgan dog'larga. Chunki niacinamidi bor. Shunaqa yuzlarga ham zo'r tushadi. Kombinirованный normal yuzlarga. Shunaqa yuzlarga ko'proq ugri chiqadi-ku. Keyin ugrining qolgan dog'i qoladi. Shunaqalarga krem, zo'r krem. Bunga podarkaga qaranglar, shu chiroyli. Xuddi men birinchi kushon deb o'ylab boribman, kushonga o'xshaydi. Lekin bu oynak. Mana shunaqa oynagi bor ekan. Hozir bu yerda zashitasi bor. Mana zashitasini olib tashlasangiz, oynak. Mana bunisi o'zingizni ko'rsatadi. Mana bunisi katta bo'lishi kerak. Lupa sifat bo'ladi-yu. Yoki bir xil bo'lishi ham mumkin. Bilmayman, ochib ko'rganim yo'q. Shuning uchun egasi o'zi ochib ko'rib aytadi keyin. Kosmetichka qilib, maza qilib chiroyli oynak ishlatib yursa bo'ladi. Shunaqa nabor. Buni hozir nabor qilib olsalaring, rosa ham arzonga tushadi-da. Alohida olsalaring ham o'zi 500 ming atrofida bo'ladi, 500 ming. Mana bunaqa podarkaga oyna bo'ladi. Lekin mana shunday nabor qilib olsalaring 425 mingga tushyapti. Hozir o'zlaring hisoblab ko'ringlar. Zashitasini samoqman. Hozir bundan tugadi. Yana haytdan keyin keladi, xudo xolasa. Limitirovaniy kolleksiya bo'lgani uchun bundan ko'p chiqmaydi. Bir chiqadi, bir chiqmaydi. Limitirovaniy kolleksiyalar ham chiqadi. Yana SPF'lardan Beauty Johnson'da original SPF, plaslar original SPF mana shunaqa egiluvchan bo'ladi. Egilmaydigani bor. Bitta plasmasada mana bunaqa turadi. Mana shunisi mana shunaqa SPF bo'ladi 500. O'shunisi podelkasi, lekin bu original. Zavoddan maxsus bez korobka zakaz qilingan. Bemalol tekshirib har joylarini qarab ko'rsalar bo'ladi, javob beraman gapimga. 100% original 150 mingdan Beauty Johnson korobkasini bekorga qilasiz, makulaturaga ketadi. Maza qilib ishlatasizlar. Mana eng birinchi sifatli ishlatgan SPF'larim dan biri bo'ladi. 3 yil oldin ishlatib ko'rganman. Keyin Kerasisda repairing yuz sochda tikiladigan. Mana bunisi revitalizing. Bu ham sochni shu mustahkamlab, vitaminlashtirib beradigan shampunlardan keldi. Qazg'oqqa qarshisidan ham bor. Moisturizing namlantiruvchisi ham bor hozir bizda. Keyin grammi ham katta buni. Dr. Circle'da mana bu essensiyasini kimdir so'ragandi, zakaz qilib berdik. Kombucha ikkitasi bitta. Ham krem, ham svirtka, ham yozda hamma narsani tonerda o'rnini bosadigan ishlatganimda aralashtirsangiz ikkita fazali bo'ladi, bitta fazaga aylanadi. Frujani penkalardan bunisi yog'li yuzlarga, kombinirованный yuzlarga, bunisi ham yog'li kombinirованный yuzlarga. Qanaqadir pushti rangi bo'lishi kerak bizda naryoqda. Unisi hamma yuzga, quruq yuzlarga ham tushadi. Atirlar bo'lib beryapmiz qizlar. Zara Orchid bahor keldi, atir sepadigan vaqt keldi desa ham bo'laveradi. Zara Orchiddan shu Victoria's Secret'da Bombshell atiriga birga bir yuradigan 10 ml 70 ming bo'lib beryapmiz. Idishimiz lekin kam qolgan bo'ladigan. Shuning uchun avvalilar Apple Juice, bu ham zo'r grusha, har xil gullarni hidi keladigan sochniy hid. Buni ham 10 ml 70 mingdan. Probaga 10 ml olsa bo'ladi. Kimdir keyin butunini ham olyapti, bo'lib beryapmiz. Bu rosa ham yaxshi narx. Bemalol internetlardan oqtarib ko'rsalaring $8, ya'ni 95 mingdan 10 ml ni sotishyapti. Biz arzon qilib qo'yib qo'ydik. Keyin mana bu hali Asix'da svirtkasi, aytganimdek naborda ichida alohida ham bo'lsalar bo'ladi. The Ordinary'ni oqartiruvchi Milky Toner fermentlarga bor. Mana bunaqa moddasi bor, aytishga qiyin. Saccharomyces degan moddasi bor. Oqartiruvchi tonerdan keldi. Keyin Anova svirtkasi. Mana buni ham kimdir zakaz qilganda Medipil Original Collagen svirtkasi hozir ishlatsa bo'ladimi deganlarga bo'ladi, chunki bunda original kam foizda ko'proq kollagen bilan niacinamid bor.
Aziline sirtkadan keldi. Yuzi sezuvchan, qizaruvchan ugrisi borlarga, ajinlarga qarshi Medibuilder Phytopaderin sirtkasidan Hedzisonda CC kremi, rosa ham doktor KPUga yaqin yuradigan CC krem. Shunaqa sifatli, rosa qimmat CC krem, lekin bizda chiroyli narxda. 200 ming narxi buni. Keyin Daboni aloelik peeling geli. Bu peeling gelni bemalol 1 yil davomida oilaviy ishlatsalar ham bo'ladi. 180 ml. Narxi ham arzon, ham o'zi ham sifatli bemalol maza qilib ishlatasiz oilaviy. Loyli maska Anvadan keldi. Bu yog'i yoz, qora tochkalar ko'payadi yozda. Keyin yog' bezlari ko'p ajraladi. Yog'li kombinirованiylar uchun zo'r narsa. Loyli maska. Bittada yuzingizni sveji qilib, chiroyli qilib qo'yadi, tiniqlashtirib. Keyin mana bundan Bath and Body Works'dan keldi yana. Eng shirin hidlilari, приятный hidi. Mana bu qorasi ham zo'r hidi. Eng zo'rlarini zakaz qilganmiz. Mana bu ham вообще zo'r ekan hidi, qizilidan. One degandan. Bunaqa zo'rda hidi. Bunaqa qimmat atirlarni yaxshi ko'radigan, sal-pal shirinligi ham bor, o'rta me'yorda. Sepsiz o'zidan keyin va qanaqa atir sepdi deydi, shunaqa hid. Bunisi ham zo'r. Buni ham qorani kimga sotgan bo'lsak, bizga hali o'tiblarni menga yoqdi deb screenshot qildim, hali qo'yganman Telegram kanalimga qo'yaman. Eng xodavoylardan. Mana bunisi muzdekroq, bunaqa ozroq murskoy atirni eslatadigan hid, ozroq, lekin shunaqasi. Bir xillar shunaqalar yaxshi ko'radi-ku. Shunaqa dengiz hidiga o'xshagan. Guash toshini zakaz qilishganda massaj qilasiz yuzingizni. Har kuni massaj qilsangiz effekt ko'rasiz. Bir haftada bir marta qilsangiz ko'rmaysiz. Buni haqiqiy toshi, kvarts yoki nefrit bo'ladi. Muzdekkina bo'ladi, o'zi qo'lda ushlaganda bilinadi, plastmassa emas. Keyin buni hozir misol uchun bitta irg'itsangiz sinadi-da. Chunki bu haqiqiy tosh. Mana. Ishtilyapti. Shuning uchun mana bunaqa chexolchikda bo'ladi. Solib qo'yamiz. Keyin mayda bitta krem qolib ketdi. Skin Barrier degan, juda ham katta krem, bemalol ishlataverasizlar. 2 mahal agar tahorat qilsalar yuzlar ham quriyotgan bo'lsa, 3 mahal ham ishlatsalar ham bo'ladi. Har tahoratdan keyin surolsalar ham bo'ladi. Bir yupqa qilib yuzlaringga namlantiradi, tinchlantiradi, tiklaydi, vitaminlashtiriladi. Grami ham 150 ml. Xo'p, bo'ldi shekilli.